Ana, o'zimizni Andijonda Qizil ko'prikda chiqayotgan mini traktorlar. Xo'p, bunisi Matiz motor ekan. Oldi ham, orqa ham tortadi. Sidinalari ham Matiz. Hozir oldilarini ko'rsataman. Mana. Oldi ko'rinishi. Balonlari ham, nimalari ham cho'tga joylashgan ekan. Akkumulyator bu yerda joylashgan. Plus motorlari Matiz motor. Hamma полный привод ekan. Skorosi ham o'ta удобный edi ekan. Skorosi. Matiz tablo, Matiz rul, Matiz sidena. O'zimizda Qizil ko'prik. Metan zapravkaning yonida mini traktor yig'ish ustaxonasi. Orqalari ham hamma yo'g'i molarigacha ishlaydi ekan. Yurgizsa aylanar ekan, gidravlika tushirib chiqarish hammasi. Xo'p. Balonlari. Bular. Hammasi. Bular avarinka. Avarinkalar hammasi ishlaydi ekan. Bu yerda mana yangi yig'ilayotgan. Bu Damas motor ekan. Damas motor, Damas. Uni ham oldilari tortar ekan. Bular oyog'i. Yig'ilish jarayonlari. Kapotlari ochilar ekan. Skorosi Damas rul, Damas tablo. Damas sidena. Traktor bu. Buni hali endi yig'ishyapti.